Tak, bular hammasi emas. Hozir buni ham ochamiz. Ko'rsataman. Aytaman, juda ham xotga boshqacha qarayman. Bu meni eng sevimli ko'z atrofi kremim. Nimaga ko'zim atrofida ajin yo'q deb o'ylaysizlar? Chunki faqat men shuni sevib ishlataman. Chanel ko'z atrofi kremini ishlataman, u tugadi lekin men buni ishlataman. Bu kichkinaligiga qaramanglar, rosa ham barakali bo'ladi. Anchaga yetadi, chunki buni bir tomchisini olib ko'z atrofiga suriladi. Shuning uchun ko'z atrofiga eng zo'r tanlov deb ayta olaman buni. Chanel ko'z atrofi kremini. Sizlar uchun ko'rsataman, что o'zim ishlatadigan narsalarimni ko'rishligingiz uchun. Keyin vitamin C enzimka. Buni o'zim ishlataman, hammaga tavsiya qilaman. Prям hammaga. Buni ko'pirtirib yuzingizga surib, ozgina kutsanglar, yuzinglarni ham oqartirib beradi, ham narxi qimmat emas. Hozir to'xtanglar, tushuntirib beraman buni явно sizlarga.